Qo'lingizda 1,5 million so'm pulingiz bor. Gilam ochaksiz obunachilar 1,5 million so'mga nechta gilamlarni beradilar. Asl hali gilamlar bazasına geldik. Videoga bir like'ni bosib, videoni oxirigacha ko'ring, sovg'asam bor. Do'kon adreslari o'ng tomonimiz Urganch Raycenter Postkay tomonidan kelaverishingizda Gün chiqar darvoza tomoni bor. Obunachilar, ya'ni Gün chiqarda bu taraf, Gün botar darvozasi tomonidan kelaverishingizda o'ng qo'llaringizda chap tomonimizda esa hamma bilan Zapchas bozor, Uzgazoil tomonidan kelaverishingizda chap qo'lingizdagi ikkinchi katta do'kon asl hali gilam bazasi bo'ladi. Endi birgalikda narxlar bilan tanishib o'tamiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Azbeka ina 1,5 million so'm pul. Obunachilarimizga necha gilamlaringizdan bor? Obunachilarimizga zo'r aksiyalarni qo'ydik. Toza gilamlarimiz keldi. Bu qizil variantlarini bir qator ochib o'tamiz. Sochaqli, zo'r sifatlari, kачестволari. Ava. Yana 1,5 million baholari qara 2 million 200 sotilgan 1 million 500 ming so'm ochirdim aksiyada. Dostavka 40, Dostavka, ustanovka 40 berish hammasi ichida. 3'e 5 ang? 3'e 5'lik razmerda. Yana bunda yana boshqacha svetlari. Hozir oqlaridan ham ochib beramiz, ha. Svetlar razmeri kattadan buni 2 gullilari bular. Ina. Azbeka savol beradilar, 3'e 5, 3'e 6 ni aytib turibsiz. Boshqa 3'e 8, 3'e 4, masalan boshqa razmerlar bormi? 4'e 7, 4'e 6 zalniki hamma razmerlarimiz bor. Sizning shu 3'e 6 nam 1 million 500 dedingizmi? 1 million 500 ming so'm ina. 3'e 6. 1 million 500. Ina. Keyingilar sochaqli ang. Sochaqli qoling'oli ko'r. Og'irligini ocholmaydi turibdi ina balla ina. Aha, mana ina. Buncha so'm. Bom shu baqa. 3'e 6. 3'e 6 1 million 500 ming so'm aksiya tushirdim baqani. Xo'p, endi qarang, ko'pchilik savol beradi-da. Asl hali gilam do'konni biladilar. Eldindan 1,5 million so'm pulim bo'lmasa ham, ya'ni 500 ming 1 million so'm pulim bor. Shuni berib turib bir variant aytib bo'lmaydimi degan savol ham bo'lib qoladi. Yana variant aytib berishimiz bo'lib turibdi. Bizda bilsang, halol nasiya chiqib turibdi. Qarzini yana 1,5 million ishg'olni xarid etdi. Hammasi 1,5 million so'm ishg'olon? Bu razmeri kichaygandan keyin pul arzonliydi buni endi. Razmeri kichaygandan keyin bular 1 million 200 1 milliona tushib qoladi bu. Ha, 100 dollar ham bo'lib qoladi. 100 dollardan ham arzon, qara. 1 million so'm beraman 3'e 4'ini. 1 million so'm. 1 million so'm. Yaxshi. Yana buna qara, pulim yetmidi. Meni 500 ming so'm pulim bor. 500 ming so'mini bo'lib to'layapman desa, 1 oy, 3 oy, 6 oy, 12 oy bo'lib to'larak qarzini beraman. Azbeka kredit olavering. Yo'q, kredit emas. Qarab, nalichi 1 milliona oldi ina ku. 500'ini berdi. 1 million 200'lik oldi, 1 milliona berdim savdolashib nalichi pula. 500 mingini berdi, 500 ming yetmidi deb turibdi. 2 oy beraman. 2 oy beraman. Yo'q, Azbeka 250 ming so'mdan shu 1 million so'm pul 1 million so'mda buzlaydimi yoki 1 million 200 ming so'm bo'ladimi? Yo'q, 1 million so'mda buzlaydi. 500'ini bersa, 500'i qolib turibdi, bo'ldi. 1 million so'mda beraman. Bular ham yaxshi sifati, kilaysiz, kачествоsi yaxshi bular ham. Ava? Bular endi dim qolinglaridan bu. Zo'rlari. Sifatlari oshib boraveradi ava. Aha. Yana diqslikini ko'ring. Bu ipakmi bu? Yo'q, ipak emas, bular xibo aralash bular. Yana chetlardan originalina koja qo'yilgan ina. Ava? Razmeri 3'e 5'lik. Bularning baholarini aytib o'tsak, 2 million 400, 2 million 600 sotilgan 2 million so'mdan qo'yaman. Bom 2 million so'm tenda ekan. Tenda ekan ava. Lekin 1,5 million so'mmi bu? Yo'q, 1,5 millionlik boshqa emas. Yo'q, to'xta. 1,5 million so'mini men 1 million so'm yarmini berib turib bo'lib to'latsam bo'ladimi? Yana qara, 2 milliona berdim. Ava. Nalichi pula. Ava. Buzladi shu yerda. Ava. 1 million so'mini berdi. Xo'p. 1 million so'mini 12 ga bo'lib to'lara beraman. Foizna yo'q. Xalosa 5 oyga beraman 200 ming so'mdan. Azbeka realniy foiz nala yo'q? Yo'q, uning iloji yo'q. Bizda hech qanday bank aralashmaydi. O'zlarimizdan beramiz. Ya ko'mishim, ya jo'ram bermaydi. O'zlarimiz do'kondan eshikdan chiqadi g'ali. Gap bu. O'zlarimiz beramiz g'alini. Shunda liboy turdagi gilamni olib biladilar axir. Liboy turdagi sifatli gilamni olib biladilar. Masalan, do'konimizga kelsalar, qolin sifatlarimiz bor. Kvadrat 200lik, 260lik, 300, 350lik sifatlarimiz ham bor. Ularni ham ko'rsatib o'taveramiz Ag'abek. Bir necha so'mlik gilam? Bularimizni baholarini aytib o'tsak, bularimiz sal qolinroq sifat. Bularimizni 2 million 400, 2 million 600 sotilgan 2 million 200 dan qo'yaman buni. Obunachilar bir like ni bosadilar, kommentariyadan zo'r yozadilar Azbeka 2 million so'mdan beraylik shuni. Yetdi anasi. 2 million so'mdan. 3'e 5 mi? 3'e 5 razmer 2 million so'mdan aynan. Screenshot atib kelaverasiz. Bu 3-6 o'xshaydi bu. 5,5 5 aralashtirib aytib turibmiz. Razmerini endi kelsa, kimlar ichki razmeri kelsa, pulini hisoblab chiqarib beramiz Ag'abek. Uni muammosi yo'q. Yaxshi. Endi birava 3'e 4 kerak, birava 4'e 7 kerak. Plan narxlari chiqadi shu modelni. Yana shu modelimiz ham 3'e 5lik qolin sifatniki bor, mana diks to'qilgan, orqasi kilaysiz, yana ko'rib turibsan kачестволарni, metrajlari, hamma vajiba doroshkalari. Misol 2 million so'm pulni yana qara. 2 million eldindan pul berishi mumkin, bermashi mumkin. Bo'lamiz 12 oyga. 166 ming so'mdan tushib turibdi oylik to'lov. Aynan. Ha, 5200 so'mdan tushib turibdi kunligi. Shunda 3'e 5lik gilamimizning narxi 2 million so'm. 2 million so'm o'zini bo'lib 12 oyga 166 ming so'mdan tushib turibdi Ag'abek. Hech qanday foiz beda ustama yo'q. Yana
negativ yazıp netediler, negatifçiler üçün aytamiz. Dükanımıza gelsin, başka yere baradilar da başka biri bilan solishtiradilar. Meni dükanım özüne gelsin. Şu asıl xali gilan baza dükanı özüne gelsin. Mende kim bahani hesaplap bersin. Başka dükana barıp turtdilar, kommentariya yazadi. Yok, senlarniki emas ekan, başka yere bargan ekanmiz deb keyin telefon etsam, keyin aytadilar. O başka yere barmasınlar, meni özümü dükanıma gelsinler. Başkalar çıkarıp turtdina 3 aya beramen, 6 aya beramen dedi. Barsan pasport plastikini aytmaydı. Barsan girsen pasport bilan plastikini so'raydi. Ba'bir pasport plastik so'rab turibdi. Yana banka öylep beradi. Men banka öyleyecekim yok onu. Özüm çıkarıp beraman. Banka deminçalik qog'oz çıkarıp beraman onu qo'lidan. Özüm telefonuna platforma yüklep beraman. Uyunda oturup to'laydi aytib. Ben gelip oturmagim kerak. Kreditdan qog'oz chiqarib beraman, palonda to'laysiz deb. Gelip oturmak shart emas. Shu pulni o'zinde uyunda oturup plastikka pul to'laydi. Oyna 166dan chiqib turibmi, shu yerda buzlaydi 166dan her ay to'laydi ustamasiz. Bizda shunday. Keyin plastikini, pasportini olib qolmayman men klientni. Hamma o'zini o'zi bilan berib beraman. Ha, qolmaydi-a? Yo'q. Yana klientlarga turtdi, plastikni makkalasan, pasportni makkalasan. Men akkalma hech vajini. O'zi bilan berib beraman. Faqat programma ustanovka etib beradi. Programma ustanovka etib, o'sha 166dan har oy to'laysiz deb tushuntirib, shu pulni to'lab bilammi, bilmaymi deb tekshirib berib beraman axir. Bu SBK obunachilarim lekin chetrakdan, rayondan, tumandan ko'p keladi-da. Bemalol. Ertaga shu gapni uddasidan chiqib berib bilasizmi? Berib bilaman. Gelsin bemalol. Lekin boshqa dukana bormasinlar. Boshqa dukana borib, aver berjak demasin. Meni o'zimni dukanimga yozib olsin, o'zimni dukanimda aytsin ki fikrini. Aksiyamiz yana podarkalar ham berib turibmiz klientlarga. Bölüp to'lar bo'lami, nalichi bo'lami, bir qator yana bularni ham aytib o'ting. Misol 5 milliondan 30 millioncha gilam xarid etadilar. Bularni endi aksiyamizda barabanda aylantiradilardan bo'shi yo'q. İçinden misol o chiqsa, shuni klientga berib beramiz. Hammamiz bor bitoy. Endi toza qozonlar borlarimiz yerildi, ziflerdan keyin chopperlarimiz bor. Keyin Samsungdan blenderlarimiz, yani prostoy qilib emas bular, Samsung chisti originalina. Endi bular qarang. Men bo'lib to'lar olsam, keyin narxda olsam amal etadimi? Amal etadi. Bemalol. Endi bunda yana gilamlarimiz ham bayna, endi bunday gilamlarimiz ham bayna podarkaga qo'yilgan. Keyin joy namozlar, mashin ko'riklar, hamma o'zimiz bor. Endi savol beradilar obunachilarimiz. Limit bormi? Masalan, men palon so'mlik xarajat etishim kerakmi sizlardan? Necha so'mlik? 5 milliondan eng kami 30 milliongacha. Misol 5 million bo'ldi, aylantirib prizini beramiz. Sovg'asan ketadi. Dostavka, qirqish, bo'lib to'lar, foizsiz hamma o'z ichida bor. Hamma o'z ichida. Narx o'zgarmaydi axir. Narx o'zgarmaydi, yo'q. Nalichi ham, bo'lib to'lar ham, ikkisi ham. Endi SBK bir qonunlar gilamlardan ham ko'rsatadi. Qalinglarni endi bir qator ko'rsatamiz. Endi bu yoqda qalinglarimiz yana. Hozir yana yoyib ham turibdilar, dukanlarimizda klientlarimiz ham bor yana. Bularni qalin sifatlarimiz zish to'kilgan bular, xibi tovar, sintetik aralashmagan bularda. Yana razmeri bularni endi kichikroqlarni ochamiz, Ag'abek bera sig'maydi-da. 4.6, 4.7, 4.8 so'rasalar depada turibdi. Hozir bera 3.5, 3.6 razmerlarni ochamiz. Yengil yoyish uchun. Narxlari necha so'm bular? Endi bularni qara, 3 million 200, 3 million so'm sotilgan. Bularni 2 million 700 ming so'mdan qo'yaman. 2,5 etib qo'yaylik. 2 million 700 ming so'mdan. Zo'r baho ko'pman, lekin 220 ming so'mdan kvadrat. 1,5 million so'mini beradilar, 1 million so'mini 2 oy ham, 3 oy ham bo'lib beradilar. 7 obunachilar uchun. Bo'ldi. Eldindan 2,5 million so'm obunachilar. Xo'p, 3.5 mi bular? Ha. 3.5 ina. Lekin og'ir o'xshaydi bular. Misol 2,5 million so'mni endi klientlarimizga hisoblab berdi turibdilar-da. Bizlarga kommentariya yozib turibdilar. Endi 2 million 500 ming so'mni Halasa 500 mingini berdi. Yine 500 ming so'mini berdi. Yine 2 million 500 da buzladı-ku. 500'ini berdi, 2 million so'm kaldı. Şunu bölemiz yine 6 aya. 333'ten çıkıyordu. Halasa 12 ayasın. 166'dan. Narx o'zgarmaydi. Narx o'zgarmaydi. Halasa 1 ayda to'lasin. Farkı yok. Şu pulni to'laydi. Razmerlar bor bular. Razmerlar bor. Endi bu ochib turgan g'allari qalin sifatli ochib turibmiz, Ag'abek. Yangilik-ku bular. Yine. Yine. Qalin bular, gördingmi? Zishligini gör. Sifatlari hammasini orqalariga ko'jala qo'yilgan. Sochoqlari 2 qat do'kilgan. Toza modalar bular. Narxini chizmam beribdi ustoz aka. Endi qara, bularni baholarini bir qator aytib o'tamiz. Razmeri bularniki 3 5 ham ochib turibdi, yana 3 6 ham ochib turibdi orasida. Endi 3 5 ta bahosini aytaveramiz. 3 5liklarimizni qalin sifatlarimiz bular. Eng qalini 4 million 700, 4 million 200 sotilgan. 4 million so'mdan aksiyaga qo'yaman. Xo'p. 4 million so'mdan. Bir dana joy namozini ham qo'shib beraman. 4 million so'm. Barabandan tashqari. Barabandan tashqari. Barabandan tashqari bir joy namozini ham qo'shib beraman. Undan keyin 4 million so'm ildi-ku. Ava. Barabandan aylantiraverasan. Bular 4 million so'm. Ya bu kichikroq razmerlar. Bu kichikroq razmeri. Gulini ko'rsatib o'tadi. Razmeri 5 likini beraman. 3'e 5 ha? 3'e 5 likini. 3'e 5 likini hammasi 4 million so'mdan.
Mana misal endi klientlarimiz hozir telefonda sifatini, kачествосini bilmaydi-ku. Ava. Mana bizda 3 millionligi bor. 2 million 800ligi bor. 2,5 millionligi, 2 milliongacha bor, 3,5. Sifatini. Sifat kачествоsi o'zgarib boraveradi. Lekin Zishligini ko'rishingiz mumkin bu narsani. Zishligini ko'rsin, qalinligini. Noham boshqa o'z lekin. Aha. Ochiqroq. Hamma razmeri bor. 4,7 so'raymi, 4,8 so'raymi? Aha. Yana bunda yana metrajlari ham bor. Misol 220 so'raymi, 270 so'raymi, yana 270, 2,5, 1,30, 1,10 degan razmerlargacha bor. O'zbekga savol berildi. Oldindan to'lov bo'lsa ham bo'ladimi, bo'lmasa ham bo'laveradi, nechga ko'ramiz? Endi xolasa bo'lsa o'zini oylik to'lovi kam chiqadi. O'zini yaxshi. Misol 3 million berdik. Shu 3 million so'm qarz hisobi berdik, bo'lish bahasi nalichi pulda. Shu 3 million so'mni yo'q 1 millionim bor ekan dedi, 2 millionni bo'lib beraman dedi. Yo'q, 1 millionim ham yo'q. Shu men 6 oyda beraman 3 millionni desa, ana bemalol 500 ming so'mdan 6 oy to'laydi. Shunda men 12 oy olsam ham shu pulni bo'lib to'layman, 3 oy olsam ham shu pulni bo'lib to'laysan. Narx 1 so'm ham o'zgarmaydi. 1 so'm o'zgarmaydi. 3 oy ham, 6 oy ham, 9 oy ham, 12 oy ham bor. Xolasa bir kunda to'lasin. Baho shu baho. Narx o'zgarmaydi. Zo'r. Aha. O'zlarimiz beramiz, o'zlarimiz hech qanday bank aralashmaydi. Bankka olib boramiz, qo'l qo'ydirtiramiz hech vaja. Telefonunda to'g'ri chiqarib beramiz platformaga yuklab. 10 million so'm pullik vajalami, 5 millionlik vajalami shu pulni bo'lib to'laydi. Telefonunda turadi, o'zi telefonda kartasidan pul tashiydidan oylik to'lovini to'laydi. Xolasa 5 millionni bir to'lab berajak, 5 millionni bahosiyatdan to'lab beradi. O'zi o'tirgan yerida. Bizaniki shunday, o'zlarimiz bergandan keyin shunday. Hech qanday bank aralashmaydi bizada. Ag'abek, bu yerda bir qator kavralarimiz toza geldi. Akşam 5 gazel yükümüz geldi. Qalin g'ollardan ham geldi, Iranskiy, Turetskiy, ipaklardan ham geldi. Keyin kavralardan ham yana pachka tozalari geldi yine. Arana bosib ko'pma, yangi komplektlar. Uyma tavsiya etingani O'zbekiston necha so'mdan boshlanadi uyma tavsiyangiz? Ina mana qarang, bir qator Turkmen pechatni ham ko'rsatib berdilar klientlarga. Turkmen pechatlarimiz ham qalingini oldirdik. Orqasi kelaysiz, qalingi bu, baxmal sifatligi. Bularni 130, 120 sotilgan. Hozir aksiyada 100 ming so'mdan qo'ydim. 95. Qalingini yo'q, qara, 100 ming so'mdan qalingini hech kim bermaydi. Siz bering O'zbekka. Qara, buni 65, 55liklar ham bor. Ular ham bor bizada. Yo'q, men bil tutman. Shuning uchun 95 soat tutman. Obunachilar uchun 95 ming so'mdan like, kommentariy yozib beradilar. 95 dimjor bo'lib ketadi, bu qalin axir. Bo'lsa, naqa berali. Yarmini beralaringdan bo'lsa, bering ana. Yaxshi. 95 ming so'mdan yana Turkmen. Bu xalasa bu gulinasin, xalasa hamda yulduzcha gullisan bayna. Bundan ham bormi? Zyozdishga. Ha, zyozdishga. Ana. Yine hamda 40 tutdi o'xshash zyozdishga. Ha, 4 metrlik nazi 960 kesib berdik bir klient dalanni. Bu turlarimi bular? Bular yo'q. Bular qalin variantniki, metraj arasida gilamlar, sochaqli gilamlarni ochaydik-ku bilsang. Mana shuni metrajlari 80likdan tutib 2,5 metrlikgacha komplekti. Aha. Yana. Keyin bunda ipaklar endi qara. İpeklarimiz ham sifatlarini bir qator aytib o'taman. Kачествосына qarab ketadi bu. Sifati, qalingi bor, yipkasi bor, arzoni bor, o'rtachasi bor. Do'konimizga kelsalar klientlarimizga bahosini tushuntiramiz. Misol birsini kvadrati 120, birsini kvadrati 160, birsini kvadrati 200. Sifatini hozir telefonda bilmaydi-ku. Do'konimizga kelsa, shuni hisoblab ko'rsatamiz. Shuni ko'ringmi? Ayt. 150. Yo'q, 150lik emas bu. Cha. Yana 150lik. Qani? 150. İkisi o'xshaydi bir-birini. Yumshoqlik ham, narsa ham o'xshaydi. Zishligida farqi bor ekan. Zishligida farqi bor. Zishligida farqi bor ekan. Gördingmi? Zo'r. Shunday farqi bor. Yaxshi. Bu tarafdagilarning. Bularımızdan bahalarını ipeklarni ham tushirib qo'yibmiz. Qalingini ham, arzonini ham. Bular ham har xilini. Atachentosi bor, oqi bor, serisi bor, imunda bejvi bor. Misol bahalarni hisoblab bersak 3-4lik oladi-ku. Bir yaxshisini olsam 220likdan olsam 200 dan berganimizdan 12 kvadrat 2 million 400 ming so'm pul bo'ladi. 12 oy olsa 200 ming so'mdan oylik to'lovi chiqib turibdi. Eng vishshisini olsa. Xolasa oylik to'lovi 150 mingdan 100 ming so'mdan ham chiqadi allari. 3-4 atib razmerda hisoblab bersang, qalin yipkasini qarab olaveradi. Baho o'zgarmaydi. Shu nalichi pulda oladi. Xolasa nalichi bersa, xolasa bo'lib to'lara beraman. Yarısini bersa, yarısini bo'lib to'lara beraman. Endi ipak gilamlardan ham ko'rsating. İpek gilamlarni ham ko'rsataman. Emundan ham yana kavralarimizni har xillari bor, yana bir qatorina hammasidan bor. Qizil so'rag'anlar ham bor. Bu go'k so'rag'anlar ham metrajlari keldi. Ag'abek, emunda zo'r sifatlarimizni, toza yukimizni, kачестволari keldi. Svetlar ham, gullar, razmerlari yo'q edi. Yana ham keldi razmerlari bir qator. Yana. Bularning narxlari hammasi bir xilmi? Bularning narxlari ikkisi, uchisi bahosi bir xildan bularni. Endi bir qator aytib o'tamiz. Bularimizni baholari 3 million 800, 3 million 600 sotilgan. Hozir biz aksiyada 3 million 200 ga tushirdim buni. 3'e 5'likini. 3'e 5'likini 3 million 200 ga tushirdim. Eng premium kачестводagi ipekimiz bu. To'xtang, o'zi chentab 3 million 200 dan qo'ydik. Abi o'zgarish arzonlarda baytasiz-ku menga.
O qayting haqimi? 3. Yo'q. 2 milyon 800 ming so'm bo'lib to'lanam qilib berasiz shunaqani. Unda voy balam bo'lib ketadi u. Bo'lsa aqa yangi siz menga o'zi video aytishdan maqsad yangilik, narxlar arzonlashku aqa. Yana bir udobstvo yaratdim dedingiz 2 milyon 800 dan. 400 ming so'm arzonladi bir g'olida. Ko'r shunda. Bo'lsa bo'ldi. Ana sen aytgan. 2 milyon 800 da 800 ming so'mini berib 2 milyonini bir 4 oyga bo'lib to'lasalar, bemalol 4 oy bo'lib to'layveradilar. 500 ming so'mdan tushadi 4 oy to'lasa. bitta bilim ming ketadi Ha. deyman. Agar 12 oy to'layman desa, xolasa ana 200 ming so'mdan chiqib turibdi oylik to'lovi. Bu SBK narx o'zgarganini ayting, sababi screenshot atib bertang, tushunmovchilik bo'lmasin. Bemalol kelsinlar. Bir xil bo'ladi. Ha, bir xil bularnikina. Yana shu ustundagilar az yoyib turganlarimiz yana bir xil yana. 2 milyon 800 ming. 2 milyon 800 ming so'mdan yana ketdi yana. Takiz tushuna qara. Nima qara g'olini yoyilishini qara aytinglar klientga. Ya gap yo'q. Keyindan qaytib ketami g'oli? Ya. Vajva. Bu birjavoy sveta qara, eng o'ldiradigan svet bina. Kirichanga bilmaydi ekan. Ha. 2 milyon 800. Cho'kmaligini qarayman yana. Chet nima qara, cho'kmaligini. Svetini o'zgarishini ko'r. Orqasini yumshoqligini qarayna. Chetlarına kojalar qo'yilgan, arabcha yozuv yozilgan, ko'rdingmi? Mana 2 milyon 800 dan bo'lib to'laram ichida, dastavka qilisham ichida, podarkasam ichida. Xudo xolasa. Podarkasini necha so'mdan o'tsa dedik? 5 million so'm bo'lsa bo'ldi. 5 million bo'ldi ekan, mana 2 xonasini. Ha. 2 xona olsanizlar bo'ldi ekan. Xo'p, endi yana undan chiqib o'tamiz. Bunda shuni yana komplekt metrajlar ham yana. Ko'p odam metrajini boshqa yerdan xaridilar deydi. Yo'q, bizlarda o'zlarimizda bo'yna metrajni. Bu eranskining ham qolonlarini metrajini ko'rsat mana. 270, 2,5, 220, 2, 170, 130, 110 razmeri qara. Yo'q bunday razmerlar bozorda. Biz oldirib qo'yibmiz zakaz etib yana. Bemalol kelaversinlar. Baholarni ham qaytib kelishtirib, hammasini chiroyli narxda aytib beramiz. Buratlar aytganlarni nechik bo'lar? Bular qalin sifatlarimiz. Eng premium kачестводagi bular ham. Eng vishang. Qani aytmang, ochmang. Bular 100% shares bular yana. Yana. Bu menimcha dokondagi eng zichlardan. Eng zichi bova. Yana. Och buni. Yana. Qalinligini ham ko'ring yana. Yana. Kачестволар. Vaj boshqa ojlar xudo xolasa. Endi yoyamiz desak, buni ham baholarni aytib o'taylik. Qarang, buni baholarni ham tushirdik. 6 milyon 200, 6 milyon so'm sotilganmi? 4/5lik razmer, eng qalin Persian degan g'olimiz Eranski. 5 milyon 900, 6 milyona berib turibdilar. Ava. Bozorni bemalol aylanib ko'rib kelsinlar. 5 milyon 400 ming so'm chiqarganman avvalgi videolarimdan ham. 5 milyon 200 ga tushiraman. Bu g'olidan ham 200 ming so'm tushirdim. Zalning razmeri bu, qalin. 5 bir zal tushir. Yo'q, 5 milyon bo'lgan edi. 5 milyon so'mni beradilar, 5 oyga bo'lib to'laydilar, qonuni kelishaverasiz. Yaxshi. Yetdi. Podarkasi bir g'olida shu 5 milyona ildi qo'yna. Podarkasini bemalol ayoltirib biladim. Dastavka 40 hamma dastavkasi, 40'ı, ustanovkasi hammasi ichida. Eng qalini bir zal döşaladi, eng qimmat g'oli bilan. SBK aytmayincha baksiyamiz qachongacha amal qiladi? Baksiyamiz o'sha oyning oxirigacha xudo xolasa, 31-oktyabrgacha. 31-oktyabrgacha. Qara, Ag'abek, baholarni o'sha rassrochga chiqarib turibdilar-ku. 1 oyda 12 oy, 3 oy, 6 oy beraman deb turibdilar-ku. Shulardan bahoni so'rasinlardan, bizani do'kon egasi bahoni so'rasin, nera arzonligini aytadilar keyin. Solishtirib ko'rsalar. Solishtirib ko'rsinlar. Shu klientlarimiz aytib turibmiz. Bizani do'koni birinchi emas, bahoni ko'rikkasindan oxirda kelsin, bahoni keyin solishtirsin. 12 oy berjakmi, 6 oymi, 3 oymi? Ular ham pasport plastik so'rab turibdi. Men ham pasport plastik so'rayman. Bemalol ko'rsin. Qaysinda baho arzonligini mendan ham foizsiz chiqadi, ulardan hamdi. Lekin bahoni solishtirib ko'rsin. Men bahoni har g'olida 600 ming, 400 ming arzon aytib turibman. Arzon. Ana bilding. Meniki ham bo'lib to'lara.